Hammaga assalomu alaykum. Azizlar, bugun sizlar bilan kanalimizda 2 bosqichli tekshiruvni yoqish, kanalimizni himoyalashni o'rganamiz. Unda biz videoni boshladik azizlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmaymiz. Unda biz boshladik. Biz birinchi navbatda Google ga kiramiz. Google ga kirganimizdan so'ng tepada o'ng burchakda biz ko'ramiz kanalimizni belgisi turadi. Mana shu tepadagi o'ng burchakda kanalimiz belgisi turadi. O'shani ustiga bosib, yangi o'zimizni sozlamoqchi bo'lgan akkauntimizni tanlab olishimiz kerak. Mana shu qismda bizning akkauntimiz ko'rinib turadi. O'ng tomondagi dumaloqning ustiga bosamiz, o'zimizni kerakli akkauntimizni tanlaymiz. Keyingi navbatda biz Google hisobingizni boshqarish tugmasini bosamiz va bizda mana shunaqa oyna ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, Google hisobingizga kira olmay qolmang, telefon raqamini kiriting. Mana shu narsa bizda kelib chiqadi. Bu degani bizda 2 bosqichli tekshiruvni yoqishimiz kerak. Endi keyingi navbatda tepada bizda bo'limlar bor, bir nechta bo'limlar. Mana ko'rishingiz mumkin, tepada surilyapti. Xavfsizlik degan bo'limga o'tamiz. Shu qismdan xavfsizlik bo'limiga o'tamiz. Shundan so'ng pastroqqa tushirganimizda hisobingizni himoyalang va bizda mana shu joyga e'tibor beramiz. Shu joylarga biz narsalarni kiritishimiz kerak. Xavfsizlik bo'limiga o'tamiz va pastroqqa tushirganimizda zaxiraviy telefon raqam va zaxiraviy email manzili degan joyga biz o'zimizning telefon raqam va zaxiraviy email manzilimizni kiritishimiz kerak. Mana shu joyga kiritganimizdan so'ng avtomatik bizda akkauntimiz himoyalangan bo'ladi. Raqamni tasdiqlaganimizdan so'ng biz bemalol YouTube ga videolarni yuklashni boshlasak bo'ladi. Birinchi navbatda biz email manzilini kiritamiz. Mana shuni ustiga bosamiz. Bizda yana email manzillar bo'lishi kerak. Men boshqa bitta email manzilimni kiritaman. Bizda shunday ochiladi. Parolni kiritasiz va mana bizda shunday oyna ochiladi. Shu joyga biz boshqa Gmail akkauntimizni, email manzilini biz shu yerga kiritishimiz kerak. Menda Gmail manzillar bor. Gmail manzilini kiritamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Xuddi mana shu biz kiritgan Gmailga kod boradi. Kodni biz kiritishimiz kerak. Tasdiqlash tugmasini bosamiz va bizga kod ketadi. Kodni biz mana shu ilovadan olishimiz mumkin. Mana shu ilovaga kod boradi. Gmail. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa Google dan kod keladi. Ana shu kodni biz kiritishimiz kerak. 840 615. Mana shu kodni men boyagi joyga kiritaman. Mana ko'rishingiz mumkin, zaxiraviy email tasdiqlandi. Bitta ishni biz bajarib bo'ldik. Endi keyingi navbatda biz qarasak, bir marta yangilanish beramiz. Mana bizda zaxiraviy email manzilida endi yangi Gmail manzil paydo bo'ldi. Endi keyingi navbatda qiladigan ishimiz zaxiraviy telefon raqami. Mana shu joyga biz o'zimizning telefon raqamimizni kiritishimiz kerak. Buni biz tasdiqlamay tursak ham bo'ladi. Xohlagan bitta telefon raqamini kiritib qo'ysak bo'ladi. Sababi tasdiqlashda ozgina muammolar bor. Hamma telefon nomeriga ham tasdiqlash kodi bormaydi. Faqatgina Beeline 91 lik nomerlar uchun kod boradi. Qolgan nomerlarga kod bormayapti. Shuning uchun biz xohlagan o'zimizning nomerimizni kiritib qo'ysak ham bo'ladi. Hozircha raqamingizni kiritib qo'yasiz. Shu bilan keyingisini bosamiz. Pastda turibdi. Keyingisini bosib tasdiqlash qadami tashlab ketilsin. Ana shuni ustiga bosib qo'ysak ham bo'ladi. Keyinchalik siz telefon nomeringizni tasdiqlab qo'ysangiz bo'ladi. Tanlash tugmasini bosamiz va bizda telefon raqami ham qo'shildi. Yana bir marta yangilanish beramiz. Mana bizda telefon nomeri ham paydo bo'ldi. Mana bizda boya sizda kanalingizda xavf bor degan narsa endi yaxshi holatga keldi. Endi keyingi navbatda qiladigan ishimiz yana pastroqqa tushirganimizda 2 bosqichli tekshiruv degan narsa bizda ko'rinadi. Mana shu joyga biz o'tamiz va 2 bosqichli tekshiruvni yoqishimiz kerak. Bu kanal himoyasi uchun zarur.
keyinchalik kanalingizni monetizatsiyaga ulaganingizda ham 2 bosqichli tekshiruvni yoqishingiz kerak, majbursiz. 2 bosqichli tekshiruvni yoqishimiz kerak. Bizda shunday oyna ochiladi. Endi qarashimiz mumkin. Pastroqqa tushirganimizda bizda 4 ta qism mavjud. Autentifikator, kirish kalitlari, telefon raqam, mana shu 4 talasidan bittasini biz kiritsak bo'ladi. Xohlagan hammasini ham kiritishga biz imkonimiz bor. 2 bosqichli tekshiruvda sizlarga autentifikator kiritishni maslahat beraman. Mana shu joyiga biz autentifikatorga kiritib qo'yishimiz kerak. Shuni ustiga bosamiz va autentifikatsiyani sozlash degan tugmani bosamiz. Mana shu tugmani bosib bizga qiri kod jo'natiladi. Boshqa telefonda mana shu qiri kodni skaner qilishimiz kerak. Boshqa bitta telefonga mana shu ilovani o'tkazib olasiz. Authenticator. Mana shu ilovani o'tkazib oling boshqa telefonga. Ilovani ichiga kirganingizdan so'ng shu qiri kodni skaner qiladigan narsa bor. Kirib ko'rsataman. Ilovaga kirganimizda bizda shunday oyna ochiladi. Kod kiritish degan tugmani bosib, qiri kodni skanerlash degan tugmani bossak, bizda boyagi nomerni skanerlasak bo'ladi. Boyagi qiri kodni skanerlaymiz va bizga nomerlarni keltirib chiqarib beradi va biz boyagi joyga kiritishimiz kerak. Keyingisini bosamiz va kodni kiritamiz. Mana shu boyagi qiri kodni skanerlang boshqa telefondan va kodni kiritib qo'ying. Shu yetarli. Shu bilan bizda kodni kiritganimizdan so'ng 2 bosqichli tekshiruv yoqishimiz mumkin. Bizda faqatgina telefon raqami degan joyiga telefon raqamini kiritsak bo'ldi. Shundan so'ng bizga 2 bosqichli tekshiruvni yoqish imkoni beriladi. Biz bu yerga autentifikator va telefon raqami, zaxira kodlari, kirish kalitlari hammasini kiritsak bo'ladi. Telefon nomeriga telefon nomeri kiritib qo'yamiz. Ixtiyoriy bittasini kiritamiz va 2 bosqichli tekshiruvni yoqish tugmasini bosganimizdan so'ng bizda 2 bosqichli tekshiruv yonadi. Mana bizda 2 bosqichli tekshiruv yondi. O'sha 5 ta narsa bor bizda: kirish kodlari, kirish kalitlari, autentifikator, telefon raqam. O'shandan 2 ta yoki 3 tasini kiritsangiz, sizda 2 bosqichli tekshiruvni yoqish imkoniyati beriladi. 2 bosqichli tekshiruvni yoqish tugmasini bosasiz va sizda 2 bosqichli tekshiruv yonadi. Bizda hamma xavfsizlik narsalari faqat shular edi. Zaxiraviy telefon raqam, zaxiraviy Gmail account va 2 bosqichli tekshiruv. Mana shu joylarga hammasini kiritsangiz, sizning akkauntingiz himoyalangan bo'ladi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi azizlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.